Senlar mana shu Azizni do'st deb bilib, u nima desa, shuni aytganini qilib yurganmidilaring? Kechiring, boshqa qaytarilmaydi. Faqat ota-onamiz chaqirmanglar, iltimos. Sotqinlar. Nima deding? Uzr ustoz. Qara, hoziroq ustozingdan uzr so'ralaring. Kechiring ustoz. Boshqa bunaqa ish qilmanglar. Boringlar darsga. Senga alohida chora ko'ramiz. Haydalasan maktabdan. Menga qara, shuncha yillik, malakasi bor ustozni obro'yini tushirib, kalaka qildingmi? Sinfdoshlaringni kamsitib, ularni haqoratlaganing uchun, uyushtirilgan ishlaring uchun alohida jinoiy ish ochiladi. Jazo olasan. Yo, ustoz, unaqa qilmang, boshqa qaytarilmaydi. Seni ichki ishlar bo'limiga topshiraman. Tushundingmi? Yo, kechiring ustoz. Boshqa qaytarilmaydi, unaqa qilmang. Yo, ustoz, unaqa qilmang. Qo'rqar ekansan-ku. Shuncha yilgi ustozingga ochiq tuhmat qilishga nahotki qo'rqmading? Gapir. Iltimos sizdan bo'shashdingizdan qayting ustoz. Iltimos qilaman sizdan ichki ishlarga murojaat qilmang. Nega? Bir o'smirning kelajagiga tamg'a tushmasin. Axir bu bola sizni nomingizga isnod keltirib, sizni sharmanda qilmoqchi bo'ldi-ku. Agar men shu tekshiruv o'tkazmaganimda nima bo'lardi, bilasizmi? O'z sinfdoshlariga tahdid qilishda davom etarmidi? Agar mendan boshqa direktor bo'lganida, sizdan surishtirmasdan turib, sizni ishdan boshlatardi. Ustoz, agar yomonni yomon desak, battar yomon bo'ladi. Men o'qituvchiman, ustozman. Bu esa men o'quvchim. To'g'ri, u menga tuhmat qildi. Lekin men uni kechiraman. Chunki ustoz kechirimli bo'lishi kerak. Qolaversa bu hali yosh. Yosh bir nihol. Agar hozir unga qattiq chora ko'rsak, u sinishi mumkin. Men esa bu niholni sinishini istamayman. Uzr ustoz. Kechiring. Boshqa qaytarilmaydi. Hammasini tushundim. Va'da beraman. Boshqa bu ish qilmayman. Kechirdim.